Xo'p, demak 24 bir atomli to'yingan spirt va bir asosli to'yingan karbon kislota o'zaro elektrifikatsiya reaksiyasiga kirish natijasida 4,5 gram suv hosil bo'ldi. Olingan efirni to'liq yondirish uchun 10 mol havo sarflandi. Efirning molar massasini gramtasi molda hisoblang deyapti. Xo'p, kislorod miqdorini to'g'rilaylik havodan. Demak, havoyimiz 10 mol edi. 100%. Havoning 20% mana bu yerda berib qo'ygan. Kisloroddan iborat ekan. Demak, bu bilan bu qisqarib ketsa, 10 20 2 mol ekan. 2 mol kisloroddan iborat bo'lgan havo olib kelingan ekan. Bir atomli to'yingan spirt bilan bir asosli to'yingan karbon kislota o'zaro elektrifikatsiya reaksiyasiga kirishibdi. Demak, radikal OH bilan plus reaksiyaga kirishi kerak ekan. Bunday qilib yozib beraylik. Demak, SOH hosil bo'ladi. Spirtdan vodorod ketadi, bundan OH ketadi. Natijada murakkab efir hosil bo'ladi. Plus H2O. Suvimizning massasi 4,5 gram ekan. Demak, 4,5 gramimiz 18 ga bo'ladigan bo'lsak, 0,25 mol bo'ladi. Demak, 0,25 mol ketgan ekan. Xo'p, murakkab efirimiz karbon kislotalar bilan sinflar izomер bo'lganligi uchun SN H2N O2 ketadi plus kislorod o'tadi. Nt karbonat anglit plusdan Nt suv hosil bo'ladi. Kislorod miqdorini topadigan bo'lsak, 2N 2N ga bu yerda 3N 3N minus 2 bo'lsa, 2 ga bo'lsak 1,5 N minus 3N minus 2 bo'lsa 1 ga teng bo'lar ekan. Kislorod oldidagi koeffitsient. Endi 0,25 mol qatnashyapti. Murakkab efirimiz ham 0,25 mol hosil bo'ladi degan gap. Kislorodimiz esa 2 mol ekan. 1 mol uchun qancha ketishini to'g'rilaylik. 2 ni 0,25 ga bo'l degani 2 ni 4 ga ko'paytirib degan 8 chiqadi degan. 1,5 n teng 1,5 n minusdan 1 teng bo'lyapti 8 ga. 1,5 n teng 9 ga, n teng 6 ga bo'ladi. N teng 6 talik bo'lsa, xo'p, S6 H12 O dan 2 ekan. Molekulyar massasi 12 ni 6 ga ko'paytirsam 72, qo'shsam 12 ni 84, qo'shsam 32 ni 116. 116 gram ekan. 116 gramlik B javobda turibdi.